Ve shu nuqtalarni davolaydi. Xitoyliklar bilsangiz, ular faqat massaj bilan davolaydi-ku. Endi mana yurgan paytingizda shu ichki organlaringizni o'zingiz massaj qilasiz. Butun ichki organingizni davolaysiz, ham massaj qilib. Yana bu yerdan anion chiqadi, manfiy ion. Anion qoningizni suyultirib beradi. Mana tagida magnetiklari bor, u yuqoriga haydab beradi. Sizga ham diagnoz qo'yib beradi. Agar yuragingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, qizg'ish rang beradi mana bu yerda. Orqadami? Mana. Yo'q, shu yerdan, ustidami? Mana yurak, oshqozon, ko'zingiz, yuragingiz, matkangiz, talog'ingiz, jigaringiz, mana shu hammasini tochkalari. Oshqozon atrofida bo'lsa, oshqozonda muammo bo'ladigan bo'lsa, oqshil rang beradi. Mana oqshil rang beradi. Talog'ingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'tfagingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, ko'karadi, qorayadi. Lekin siz muntazam yurib kiyib yurasiz-ku. Kiyib yurgandan keyin asta-sekin ularni ishlash faoliyatini oshirasiz-ku. Ular yaxshi ishlab boshlagandan keyin asta-sekin o'zining rangiga qaytadi. Bu o'zi tilla rang. Yangisi tilla rang. Buni Samarqand oltin patak deydi, Surxondaryo oltin qovush deydi. Mana siz yurgan paytingizda hozir vazningiz hamma joyiga har xil tushyapti-da. Shuning uchun qayer og'rimasa, siz shunga o'zingiz to'g'rilab yuryapsiz-da, qayer og'rimaydi. Bu sizni vazningizni to'g'ri taqsimlab beradi. Mana bu yoqqa 43% tushish kerak. Bu yoqqa